Assalomu alaykum. Men Agrobank aksiyadorlik tijorat banki Jizzax filiali Bekobod boshlig'i Esonov Sarvarman. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Nurafshon mahallasida Agrobank homiyligi asosida bir kontur bir mahsulot tamoyillari asosida 48-konturimizda 10 gektar yer maydoniga bulg'or qalampiri ko'chatlari ekilgan. Hozirgi kunda bulg'or qalampiri ko'chatlari o'tlardan tozalanish, yangicha usullar bilan sug'orishlari olib borilmoqda. 48-konturimizda 10 gektar yer maydonimizda 10 ta ijarachi bo'lib, ularning har biriga 1 gektardan yer maydoni bo'lib berilgan. Agregator sifatida Nurafshon yosh dehqonlari ishlab chiqarish kooperativi tanlab olingan. Kelajakda bulg'or qalampiridan 350 tonna hosil olish kutilmoqda. Ikkinchi ekin sifatida ismaloq ekinlari ekiladi.